شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qarindoshlar, bugungi darsimiz ilgirki darsning yeni munosabat mazmun jihatdan munosabatlik oxirisi hisoblanadi. İlgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhissalomning mavqasini bizga bayon qilish orqali İbrahim alayhissalomning qilgan ish faoliyatlari, Alloh qilgan duolari, Allohning İbrahim alayhissalomning so'rgan savoliga qarata bergan javobi orqali bizga shu mazmunni ifodalab qo'ydiki, garchi sen kimning naslidan bo'l, kimning avlodi bo'l, kimga tutashsin sening naslin, Allah'ның yolunu tutmaydı ekansa, Allah'ның manhajida mangmaydı ekansa, sen Allah'ның yoludaki rəhbərlikdən heç nərsəyə layiq bulanmaysan. Allah'ның nəzərində sen başqalardan tövən durursan. Bu noktadan Yahudlarga verilgan ağır derecede bir signal bu. Yani Yahudlar özünü biz Allah'ның tanlanğan bəndləri, biz degan zimindeki en ulu bir millet. Çünkü biz İshaq aleyhisselamның avladıdır. İshaq aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı tutuşudu. Cennetke mana biz kirimiz. Dozaqqa kirmeyimiz. Biz kirsek mi şunda alam. Neç gün azraqlam tigib ütüp gitimiz. Degendek sepsetile Allah'ın üstünü toqugan yalğalla oturup kuyul demez mi? Şunun qarata Allah subhanahu wa ta'ala ilgirki ayette meseleni aydınlaştırıb etdi. Yani İbrahim aleyhisselamni nurgun sınaqlar bilen sınağandan keyin İbrahim aleyhisselamni insanlarınki dini rehberligiga, insaniyetninki yol başçılıqıga teyilledi. İbrahim aleyhisselam öz avladıga, yani İbrahim aleyhisselamdan keyin keladigan nesillergimi şundaq bir şerefning birilishini o'tingan vaqtda Allah subhanahu va taolo bu xil sharaf faqat Allah'ның digini qilgan, Allah'ның shariatiga bo'ysungan, tatbiq qilgan kishilarga bo'ladi. La yanalu ahdiz zalimin, amma yo'ldan chiqqan, Allah'ның manhajini kallasdan cho'rib tashlagan, yüz o'rgan kishilarga, o'ziga zulm qilgan kishilarga yetmaydi deb kesip etti. Bir yerden aydınlaştı ki, ya bugünkü ya ki ötmüşteki Yahudlar olsun, yoldan çıktı mı, ulanın İbrahim aleyhisselam bilen hiçbir bağlantısı yok. Hiçbir münasebeti yok. Araplarını ula özden tüven görüp, biz degen Allah'ın tanlanğan bendileri, peygamber gelse bizden kilidu. Nimde bu savatsız Araplardan, qarqusak Araplardan kilidu. Dişteki qarta Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü ayet-i kerimede reddiye verip, sizler Allah'ın halkı olsanlar, ulama Allah'ın halkı. Sizler İshaq aleyhisselamның nesliga tutuşup İbrahim aleyhisselamdan deb qarasanlar özаңlarını, Araplarmı İsmail aleyhisselamga bağlanıp İbrahim aleyhisselamның neslidan boğan buludu. Bu cihette hiçbir farklı yok. Bir yerdeki fark ne olursa Allah subhanahu wa ta'ala evetken peygamberlerge qandaq meydan tutuş, qandaq pozisiya tutuş, qandaq muamele qilish, Allah'ın şeriatini, Allah'ın zemin yüzündeki belgilep bergen yolunu qandaq şekilde uygulaş. Bu mesele bilen insandan yeni birisinden farklı oldu Allah'ın nazarında. Ne Arapның Acem'den, Acem'ның Arap'tan, Yahudinin başkasından Yahudinin artıqlığı başka noktadan olmaydı. İlla ki muş yoldan buludu. Degen meseleni yürütüş için
ketyapmiz biz. Bugungi oyatmi shuning davomi. Davatut Allah subhanahu wa ta'ala estaizu billah wa iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Yani şu öz vaqtni aslan. Öz vaqtida biz Beytullahni kishilar qaytadigan ya qildik. Yani hammasi ibodat uchun keladigan, takrar qiladigan, zamindan u chetidan va bu chetidan musofirni aloqdagi musofirni ve meşakkatlerini, capalarını üstüge ep durup kiradigan bir o'rin qildik. Ve onu eminlik qildik deydi. Eminlik qildik degani ba'zi ulamolar emin deb tushunch ba'zi ulamolar deydi ki bu emin bo'lishi kerak deb bizning ustimizga belgilangan mushaninki eminlik kapolati, buyrug'i, bu vazifa. Yani biz emin qilishimiz kerak. Haramda, Ka'bada, haram oid haramning hududida eminlik degan hukumga zidladigan har qanday ish harakatni, hatto qotil, bir o'lib ketgan maqtul odamningki valilari o'zining dadasining qotilini uchirgan taqdirdami chiqilmaslik darajada ularni amin qilish deb qaraydi ba'zi ulamolar. Vattaxizu min maqami Ibrahima musalla. İbrahim alayhisolamning namoz o'qigan maqam İbrahimdan sizlar namoz o'qiydigan o'rinni qilinglar. Va ahidna ila Ibrahima va Ismoil an tahhira baytiya lit-taifin wal-aakifin war-ruk'a'is sujud. Biz İbrahim va İsmoilga mening beytimni, mening uyimni tavob qilguvchilar, itikaf qilguvchilar va ruku, secda qilguvchilar uchun poklanglar deb buyurdik deb bu şekilde bizga Ka'baning, yani men Yahudlarning o'tirib qo'ygan bir ishi bor ya, Beytul Muqaddasning Ka'ba masalasi, musulmonlarning qiblasining o'zgarish masalasida. Ka'ba, Beytul Muqaddas silish-turish bularning Ka'bami, Beytul Muqaddasmi degandek. Allah subhanahu va taolo Ka'baning nima ekanligini, Allah qo'ygan bog'lanishning nima ekanligi Ka'baning, Allohning nazarida maqomining qanday ekanligini bayon qilyapti. Ibrohim alayhisolam bo'lgan munosabatning nima ekanligini bayon qilyapti. Yani ilgirki ayetler Yahudlarning İbrahim alayhisolam bo'lgan munosabatning yo'qligini bizga izohlab berdi. Chunki Yahudlar İbrahim alayhisolam epkaygan. İbrahim alayhisolam boshchilik qilayotgan qimmat qarash dinni tashlab hayot dunyodagi moddiy olamga, moddiy dunyoga yuzlangan insonlar bo'ldi. Sizlar ashlarga xitob qilib hamda sizlar o'zinglarni zimindagi eng ulug' fazilatlik xalq deb qaraysizlar, hisoblaysiz. Chunki o'zinglarni İbrahim alayhisolamning o'g'li bo'lgan İshaq alayhisolamning avlodi deb qaraysizlar. Halbuki arablarning mushu sharaf, mushu fazilatga nail bo'lish nimasi va haqqi va. Chunki bular İbrahim alayhisolamning o'g'li bo'lgan İsmoil alayhisolamning avlodi. Demak, bu jihatda hech ulardan ortiq bir tarafinglar yo'q. Demek mana Allah subhanahu wa ta'ala ahli kitobga, Yahudlarga qaratib da'vat etdi yani. Yani Beytul Muqaddas qissig'i borsak, masalan bayatni deganimizdek, qiblaninki Ka'baga o'zgartirish masalasiga borsak, bu masala mu qandaqdir ya bu sabab tufaylidan bo'lgan ish emas. Bu insoniyat, yani xalq yaratilishdan burunlam Ka'baninki Allohga ibodat qiladigan har kishining qiblasi bo'lish pututirilgan bir masala. Allah subhanahu va taolo deydi bugungi oyatda: "Va iz ja'alnal bayta mathabatan lin-nas wa amna." Biz kishilarga ibodat qilish uchun qaraydigan, shu yerga takrar kelib, tavob qilib, o'zining ibodatlarini ado qiladigan o'rin qildik bu Beytullohni deydi. Ana bu yerda oyatning qo'llangan ifodalarga qarab baqsak, bayt degan bir so'z va masaba degan bir so'z va. Baytni biz odatda normalda arab tilida shu uy deb tushunamiz hamda. Arab tilidagi baytutah degan so'zdan ilingan asl lug'at ma'nosi panagoh, oromgoh. Masalan, bunda bir orom oladigan yer, rohatlanadigan yer, bolalaringiz, avlodingiz bilan turadigan yerni nima deymiz? Uy deymiz hamda. Hamda Ka'baning bayt deb atilishi, Beytulloh deb atilishining sababi ma Allohning butun xalqi rahatlanadigan, orom oladigan yer u. Ikkinchisi, masabatan degan so'zning asl lug'at ma'nosi
qaytadigan o'rin degan gap. Ya'ni Beytullahga borsa, qaytsa. Yoki Beytullahga haj qilib uyga qaytib bo'lgandan keyin takror qaytib kelsa. Chunki haj qilgan har odamning qalbida Ka'baning bir muhabbati qoladi. O'zi tuyib tuymagan asosda. Şunlaşqa Beytullahil Haramı bir qitim bağan adam, bayatın deganimdek, yine qaytır ret bir işini yaxşı ko'rdi. Demek unda olganda muшу noqtadan Beytullah tekrar qaytadigan o'rin. Chunki o Beytullahdagi huzur halovatni bir qitim tetidi. Şunlaşqa Abdurrahman yerda da'vatida Beytullahda bulup zihni Allah'ını esleştin, Allah'ın kalamını tilavet kılıştın, Allah'ın Kur'an'ını okuştun, Allah'ın namaz okuştun, başka ketken adam bolsun bana men davatı daptırmaydı. Beytullah şunçilik bir rahat alıdığa urun ki, şunçilik müminin kalbi teskin tapıdığa urun ki Beytullah'da hiç bir xiyal kirmeydi. Dünyanın bütün gam gusülleri tügeydi Beytullah'da. İnsan hiç qanday bir xafalık yok, müşkülisi yok, qiyinchilik yok, rahat bir holatga keladi. Hamma narsa unutuladi. Bu Beytullahning alohidaligi. Ka'baga shunda qaraysa, qalbingdagi qisinchilik, g'am, bearamlik hammasi ketadi. Bolalarni eslamaysa, dunyo ishlarini eslamaysa. Agar Beytullahning mushu xil o'ziga tortish kuchi, jozibiyat kuchi davomlılığa şop qalsa, kişilerin hammasi dunyalarının hammini tashlab Beytullahning qashida qap qaldigan qap qalatdi. Ama unda qilsa dunyodagi maishat joyida davomlashmaydi, hayot normal davomlashmaydi. Shunga Umar radhiyallohu anhu kishilarningki mushu haj faoliyati tugagandan keyin bevosita o'zining vatanlariga, balavoqlarining qishiga, uysiga qaytishga qiziq turadi demdi. Qaytinglar. Çünkü hemmedenin toğusu o yerde. İnsanın kalbi telbinat durdu, ketkisi kemeydi. Ama hemmeden Beytullah diyeti varsa hayat kanı devam kılıdı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir rahmeti dünya haj kılgıcının ki aklı kalbiden bütünle yok oldu. Yani haj kılgatkan vaxtıda kallısında hemen esni unutuydu. Çünkü haj kılgıcılar özünün Rabbinin öyüstü boğan buludu şu vaxtıda. Ularga qandaq bir xafalık olib qolgan bolsa, qandaq bir g'am olib qolgan bolsa, Robbiga yuzlanadi, Robbining o'yisi ular. Shuning bilan g'am, bu musibatlar, bu g'am g'ustalar ketadi. Allah subhanahu va taolo sura Ibrohimning 37-oyatida bu ahvolni ifodalab faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Ya'ni kishilarning qalbini shuni talpinib turadigan qil degandek bir xil duo şekilde bizge oturuq ifadaledi. Yani bu yerdeki af'ida degan bir ibaret var. Şu hazır biz o'qigan oyatda kishilarning af'idani, bir yuraklarni da'vatida. Ama jism emas, yuraklarni. Tahvi degani o'zini Beytullahga otudu degan ma'noda bu aslında lug'at ma'noda. Faj'al af'idatan minan nas tahvi ilayhim degani. Endi haj degan kishilar ada qilish uchun boradigan birdan bir asosiy ibodat, islomning asosiy 5 asosining birisi. Hatto buningga qodirlanmagan odammi mush farzni ado qilsam bo'ldi deb xil jafoni tatidi. Qilolmagan odammi hey mush hajni qilsam bo'ldi deb uni qiladi, buni qiladi, iqtisod yig'idi, tayyorlik qiladi. Alloh nisb qilsa boradi, bo'lmasa qilib qoladi. Mush shakldagi bir ibodat. Hajni bir qitim qilgan odamdan taklifat tushib ketadi-yu, ammo u yana takror qayta qilishni umid qiladigan bir xil holat bo'ladi. Endi bu noktadan Ka'baning bu xil alohidligi, Ka'baning bu xil o'rinlashtirilishi Alloh tarafidan, bu xil kishilarning muhabbatini tashlash nuqtasidan Ka'baga boraman, haj qilaman degan odamni Alloh subhanahu va taoloning bu uyiga berishga qo'yib o'tish kerak. Bu eng go'zal. Nishqa Allah subhanahu wa ta'ala ularning qalbidagi qisinchilik, g'am, g'ussa, dunyo mushkulat, dunyo g'amlarining hammani mush orqali o'chiradi. Oyatni o'ziga kelsak, masabatan lin-nasi va amna dedi. Masabatan hozir tushundik, ya'ni hammadan boradigan, takror bag'is qiladigan kishilar qayta bag'is qiladigan o'rin dedik. Amna degani, ya'ni bexatar joy qildik.
degini bu joyda kishilar bexatar qilinadi, amin qilinish kerak. Arablar İsmail alayhissalomning dinidan chiqib butga ibodat qilib, budda sot ketgan vaqtlarida, mushrik bo'lib ketgan vaqtlarida mushu Baytullohil Haromga haj qilib keladigan boshqa arablarni amin qiladi, xotirjam qiladi. Hatto birovning dadisining qotili Baytullohda uchrab qolsa, uningga chaqilmaydi. Illoki haram doirasidan chiqqan vaqtda andan keyin chaqilsa-mu, mushu haram doirasida dadisining qotilini bular salomat qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo nurg'un shariatlarni yo'l qo'ygan, bu orqali kishilarni o'zaro bir-birisidan urushdan saqlaydigan, ularning cho'ngliklarini saqlaydigan, mında o'zining cho'ngliklarini saqlab bir holatlarni o'tirib qo'ygan, dal haramda qo'ygan bu shariat, haramning amin bo'lishi, haramni amin qilish shariati, mushu qonuni dal shularning birisi. Masalan, dunyoda sog'-salomat amin şekilde yaşayıladigan bir o'rin bor. U o'simi Ka'ba, ya'ni haram. Shunday bir oilava urush haram qilingan amin oylar deyiladi. Ma o'rin jihatdagi Alloh amin qilgan o'rin bo'lsa, hamda vaqt jihatda Alloh bir bilik oylarni bizga shariat qonun qilib belgilab bergan, bu oylarni urush haram qilingan oy deymiz, na urush yo'q. Bu orqali insonlar tinchlikninki, soplikninki halovatini, huzurini tetiydi, urush qilmay. Amin bir joy bor. Amin bir vaqt bor. Bu orqali tinchlik deganning menda huzur va xotirjam. Urush haram qilingan oylarda o'z vaqtdagi shu o'rmonlikqa o'xshash jamiyatda mushriklar, arablar ehtirom qiladi bu oylarga, xotirjam safar qiladi. Urush haram qilingan oyni saqlaydi. Şu ay kelsa xotirjam safar qiladi. Haramga keladi, haramda xotirjam o'zining jonidan, meridan xotirjam bunda haj qilib ketadi. Bu Allohningki insonlarga bergan eng cho'ng bir ne'mati. Endi mishada mushoyatni ketyapmiz. Mushoyat bizni mono bir farqni oydinlashtirishga olib boradi. Alloh subhanahu va taolo bizga Baytullohni amin deb bizning shu baytlarni amin qilishimizni xabar beryapti. Yoki bizga baytlar amin emas, sizlar amin qilinglar. Unda amin degan gap yo'q u yerda, ammo sizlar amin qilishinglar kerak deb bu xil shaklda bizga vazifa atyapti. Bu yerda bir masala bor. Endi Robbiga itoat qildigan odam cho'qim baytlarda bir eminlikni saqlaydi, xotirjamlikni saqlaydi. Robbiga itoat qilmaydigan odam eni xotirjamlikni saqlamaydi. Ka'badagi odamni xotirjam qilmaydi. Mana bir masala. Haramda bir bo'lik kishilarning qalaymoqonchilik yuz bergan vaqtida buni nishonlarini ro'yobga chiqarish uchun bu jamoat o'ziga parda qilib olgan. Masalan, o'sha ahvollar bo'lgan tarixda. Haramning ichiga qurollarni so'qib akib, u yerda nurg'un to'qinishlar yuz bergan, qonli qirg'inchiliklar yuz bergan. Tarixda haj qilayotganlarni, tavob qilayotganlarni qirayotgan ahvollar bo'lgan, qalaymoqonchilik chiqargan. Musha kelgan vaqtimizda ma oyatdiki va iz ja'alnal bayta mathabatan lin-nas wa amna. Biz bu uyni amin qildik degan bir yer bilan taqishib qolamdi nima deb bir savol tushdi. Bayatimiz ikki nuqtaning orasini farqlantiriladi dedik ya. Bu uy amin qilinglar demakchimi? Yoki biya amin emas, amin qilinglar. Shu amin emas, ya'ni amin qilinglar demakchimi? Agar amin deyilsa bu uy bir muncha qalaymoqonchilik chiqargan tarixda ahvollar bor. Buni bilan zid kelamdi qanda desa, buning nisbatan javob beramizki, yo'q, unda emas. Alloh subhanahu va taolo bu yerda bu uyni Baytullohni biz amin qildik degani bir xabar sifatida deyilgan gap emas. Ya'ni bizga bu uy, ya'ni Baytulloh haram amin degan gap emas. Balki vazifa qonun sifatida deyilgan gap. Ya'ni cho'qim amin bo'lishi kerak. Buning aminligini saqlashinglar kerak. Agar biz Allah subhanahu wa ta'alaga mu'min banda olup Allah'ın itaatçan bandası olsak, muşu kanunni icra qilib
Beytullahni amin qilishimiz kerak. Agar itoat qilmaydigan mu'min deb hisoblamasak o'zimizni vaqtida ijro qilmasak bo'ldi yani. Endi ijro qilmaganligimiz, shuni amin qilmaganligimiz bizning mu'min emaslikning. U yerda qalay maqanchilik bo'lsa, o'g'irlik yuz bersa, boshqalarning mol mulki amin olmasa, jini amin olmasa, bu bizning iymonimizning bir o'lchami bo'ladi. Bir iymonimizning qanchakligining ifodasi bo'ladi. Mushundoqni tushunib olish kerak, a? Ka'ba, Makka, Haram, amin degan temada so'z bo'lgan vaqtida bu ya amin degan nuqtada tushunish emas, balki bu yani amin qilish kerak. Sen har odamdan zararni saqlashing kerak yani. Boshqalarga zarar yetkazmaslik kerak. Boshqalarning jinning aminligiga kafolatlik qilishing kerak. Buni bir vazifa deb tushunishing kerak. Boshqalarning milining aminligiga kafolatlik qilishing kerak. Bu sening vazifang deb bo'ladi. Buni qandaqdir u yerga olgan yani boshqarayotgan ma'lum kishilar emas, har bir Allohga iymon etgan mu'min o'zining bir kishilik vazifasi deb o'ylash kerak. Ya'ni haramning aminligini saqlash kerak. Oyatning oxirida vattaxizu min maqam Ibrohim musalla. Ibrohim alayhisolamning namoz o'qiydigan joyidan, namoz o'qigan o'rnidan bir namoz gohdan birini qilinglar dedi. Bu yerda biz azroq to'xtab o'tamiz. Arab tilida maqam degan so'zning ikki xil o'qilishi va birisi maqam deb o'qiladi, birisi muqam deb o'qiladi. Sura Ahzobning 113-oyatida shu muqam degan shaklda tilga ya ahli Yasrib la muqama lakum. Bugun biz o'qimoqchi bo'lgan oyatda min maqami Ibrohim, u maqam. Sura Ahzobdagi muqam. Endi bu ikkisiningki ma'nosi ikkilisi o'rin degan ma'noda. Lug'at ma'noda ikkisi o'rin degan ma'noda. Ammo maqam deganimiz shu o'rin, lekin shu bir odam tug'an nuqtasidagi o'rin degan ma'noni ifodalasa, muqam ish harakatga qarata, ya'ni bu yerda bir turish degan uqumga qarata o'rinni ifodalaydi. Ya'ni buni izohlabroq tushuntirsak, maqam so'z ishlatilgan vaqtda bizning diqqat nazarimiz maqam degan o'rin degan gap emasmi? Shu o'rindagi turgan odamga aqtiriladi. Ammo muqam deb kelgan vaqtida shu o'rindagi turish, tumaslik degan ish harakatga aqtiriladi, turgan odamga aqtirilmaydi. Mushunchalik farqi bor ikkisiniki. Endi vattaxizu min maqam Ibrohim musalla degan vaqtimizda bu diqqat nazarimizni chekadigan bakroq nuqta Ibrohim alayhisalom. Yani Ibrohim alayhisalomning turgan joyi degan vaqtda bizni nega apiradi bu? Maqam emasmi? O'rin. Men bayatdim dedim. Maqam degan talaffuz olgan vaqtida o'rin turgan odamni ko'zlagan, maqsad qilgan shakldagi o'rin. Yani diqqat nazarimiz o'rinning sohibi, ya'ni shu o'rinda turgan odamga tortiladi. U o'simi kim? Ibrohim alayhisalom. Nimishqa turgan degan bir savol tushdi. Chunki bizning diqqat nazarimizni o'rindan bakroq turgan odamga tortgan bo'lg'achqa, Ibrohim alayhisalom bu o'rinda, shu biz namoz o'qiyman degan o'rinda nimishqa turgan degan bir savol tushdi. Ibrohim alayhisalom bu yerda Beytullohning yo'lini ko'tirish uchun turgan. Beytullohning yo'lini ko'tirish uchun. Bu yerda İbrahim Aleyhisselam tuğan vaqtda şu yo'lni ko'tirib tuğan vaqtda bir tash bor. İbrahim Aleyhisselam dastlab tuğan bir tash bor. Ya'ni shu voqelikka bizning zehnimizni tortib o'tdi bu yerda. Maqam degan so'zni ishlatishida bu nuqtani asos qilgan. Endi Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizni nima ish qilib İbrahim Aleyhisselamning shu tuğan o'rinda namozgoh qilishni buyurdi bizga. Chunki arablar bu yerda namoz o'qishdan sal qisilatdi. Qanday ular namoz o'qisaqdi. Maqamning keyinda namoz o'qigan odam Ka'ba bilan o'zining o'tirida bir hajar shu maqam bo'lib qolg'achqa bir xil Ka'baga bevosita qarab namoz o'qisam bo'ldi deb oldida tashni to'g'izib, ya'ni maqam Ibrohim yerda bo'lsa tashning keyinda turib Ka'ba bilan o'zining o'tirida tashni qo'yib namoz o'qishdan bir xil unmaydi, ya'ni ko'ngli unmaydi. Ka'baga bevosita qarab namoz o'qisam bo'ldi deb. Shunashqa nima bo'sh qoladi demak ekan, namoz o'qishni bo'sh qoladi. Ya'ni ma'lum yerda haq namoz o'qimaydi degan gap. Oldida tash olgan ekan, Ka'ba oldida tursa, Ka'badan bir narsaning bularni tusib verishni xohlamaydi hech kim. Umar radhiyallohu anhu Rasulullohga acaba Ibrohim alayhisolamning maqomida namoz o'qimamdimiz? Bu biya hech kim namoz o'qimasa bo'sh qoldi ya.
Müşedeki Ömer radıyallahu anh'ın soğan bu suali yani Kabe bilen üzünün oturuşta hiç kandak bir tusalgısız şekilde namaz okuşunu hemeden halaydı ya. Ama ya anda oğandikin bir yerde namaz okumudu o. Namaz okumagandikin bir yerde namaz bulmaptı. Nimişki namaz olmaydı? Namaz kılışımız gerek diye bir xil intilişten çıkan sual. Bunda qarab bakıp Ömer radıyallahu anh'ın hem öyle bilemiz. Dinning hatta çürülmegen bazı prensipleri mi dinning ruhunu çöngen boğaçqa qiziqishdan dinga bo'lgan intilishini o'tirg'i qo'ydi. Allah onu kendini tasdiqlab şu haqda oyat ahkamlarni tushirgan ahvollar va muvaffaqat Ömer deb. Bu mu? Da qarab bakıp ve qarasa hech kim namoz o'qimaydi endi. Tashning keyin hech kim namoz bu yerda namoz o'quvsiz qiliqliq bitki ya. Nima namoz o'qimaymiz bu yerda? Bu shu Kabe tursa degandek manda degan ahvol. Yani bu yerda namoz Kabening hammasida o'qilsin, masjidning hammasida o'qilsin degan gapda shuni bilan ma oyat tushib vattaxidu min maqam Ibrohima musalla. İbrahimninki maqam İbrahimninki namoz o'qima demakchi. Nima namoz o'qimaslikda? Yani Allah subhanahu wa ta'ala maqam İbrahim'da biz namaz o'qishga buyurgan bo'lsa, yani buningdan biz nimani olamiz degan vaqtida Kabe bilan namaz o'quvchilarning o'ttirida mushu maqam İbrahimning turadiganligini, mushuning o'rnini Allah subhanahu wa ta'ala qilgan. Yani uning o'rni shu yer demakchi. Maqam İbrahimning keyinda namaz o'qishga Allah buyurdi degan gap Muşu taş, maqam İbrahim bo'lgan taş, sizlar bilan Kabe'ning o'tirtusi buludu, bunun o'rni mişşe, namoz o'qiyringlar bu yerda. Demakchi Allah subhanahu wa ta'ala. Endi buna deyishimizning sababi maqam İbrahimning nurg'un bir hikoyalari bor. İbadetga munosabatlik, ibodatni eng mukammal shaklda ado qilishga munosabatlik. Bu maqam İbrahim bizga bir mükemmel bir xil ibadet uqumini berdi. Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al-İmran'ın 97. ayetinde fihi ayatun beyinat maqam İbrahim dedi. Yani bu yerde roşan paketla yani maqam İbrahim ba dedi. Maqam İbrahim adetki narsa emas. Kur'an'da roşan paket degan şekilde tilg'ilindi bu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizni şu taşning keynida, maqam İbrahimning keynida, yani maqam İbrahimda turup namaz o'qinglar, Kabe'ga qarab. Gerçi aldığınız bir taş olsa-mı, maqam İbrahim olsa-mı, o'qinglar digini Allah bizga aş maqam İbrahimni eslitish, tushundirish. Bunun odatga taş emasligi, bunun hikoyasi borligi, qissasi borligi özüge algan nurgun mezmun paket delillerinin bağlılığını bizge tushundirish. Nimişqa? Bu qanday hikoya bu desa, yani asliga qaytsak Kabe'nin qurilish hikoyasi. Çünkü maqam İbrahim degan o'rin asla Allah subhanahu wa ta'ala Beytullah'ning hulini qopurishqa buyurgan vaqtda İbrahim alayhissalom tug'an tash, tug'an o'rini. Her zaman maqam İbrahim eslengenide, maqam İbrahim köz aldığımızda namaz o'qiyotgan vaqtda ko'zimizga ko'rangenide bu hikoya bizga eslenidi. Bu qissa bizga eslenidi. Bu tarix bir qitim qalbimizda namoyon bo'ladi. Bu nokta. En bu yerdeki zaman tertibini e'tiborga olsak, voqeliklarning Beytullah avval maydonga chiqqan, o'tirg'i chiqqan. Ondan keyin hul kütürülgen. Hajar-ül Aswad öz o'rinda qo'yilgan, İbrahim alayhissalom qo'ygan buni. Bu şekilde bo'lgan bo'lsa. Allah subhanahu wa ta'ala bizga tarixni ibret beraleydigan şekilde vermekçi bu yerda. İbret beraley. Yani biz bir tarixdan ders alishimiz kerak. Allah bizga ders vermekçi, bizga hikoya bayon qilmoqchi emas, chunki bizga qissalardan, tarixdan Allah buna hikoya o'qib bermoqchi emas bizga. Ma'rifat bilib anglamoqchi emas. Bir ders var aladigan bir ibret var. Mesela Beytullah'ning qurilish qissasiga kelsak, ulamolarning o'tirida o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Beytullah qachon qurilganda? Ba'zi ulamolar deydi, binoning Beytullah'ning qurilishining boshlanishi İbrahim alayhissalomning davrida bo'lgan deydi. Yo'q, ba'zilar deydi, Odam alayhissalomning davrida deydi.
Endi üçüncü bir grup var, üçüncü xil göz qarash var bu deydi. Adem alayhissalomdan ilgari deydi. Endi biz mishada aqli mantiqini ish qilsak va Qur'onni o'qisak, o'zimizning aqli mantiq bilan Qur'onni aqlimizni echib turib o'qisak, mandaq narsa bayqay olamiz. Mana bugungi oyat. Va iz yarfa'u Ibrohim al-qawa'ida min al-bayt va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mesela oyatni tarjima qilib beray. O'z vaqtida İbrahim bilan Ismoil Beytullohdan hulni ko'taryotdi. Mushu vaqtda bular shuna duo qildiki, ya Rob, bizning bu emgikimizni qabul qilsa, o'zlari hammani anglab turgan, hammani bilib turgan zot deb duo qildi. Men bu shakl tarjima qildim sizlarga. Endi mushada men tarjima qilgan jarayonda ko'tirib turgan deb bir og'iz gapni qildim. Ko'tirish. Hammadan uy sapaqliq hech bo'lmasa bir qurilish qilganni ko'tirib kuraglik endi. Ko'tirish degan bir narsaning temini ustiga tomni silib qo'pirib chiqarish degan gapda. Har qanday bir imoratningki bir egizlik bo'ladi, kenglik bo'ladi, bir narsa bo'ladi deb buni biz bilamiz. Endi İbrahim alayhissalom mushu oyatda nima ish qildi? Ko'tadi. Samidi. Ko'tadi. Ondan keyin mush ko'tadi, Beytullohning hulini ko'tadi degan ifodadan chiqadigan bir uqum Beytullohning İbrahim alayhissalomdan ilgarilam bir kengirligi, bir egizligi bor. İbrahim alayhissalomning qildigan vazifasi shu ba kengirlik, ba egizlikni ko'tirish. Shu. Mana bir uqum chiqdi bu yerdan. Ya'ni İbrahimdagi Beytulloh İbrahim alayhissalomdan ilgari batdi. Ki Nuh alayhissalomning davrida butun zaminni bosgan tufon kelib, bu Beytullohning belgilarini yo'q qilgan. Alloh subhanahu va taolo Beytullohni o'tirg'a chiqib, kishilarga uning o'rnini bayon qilmoqchi bo'lgan İbrahim alayhissalomning qo'li bilan. Oyatdan bizning olaydigan tushunchamiz bu. İbrahim alayhissalom Ka'bani saldi, Beytullohni saldi deb oyat ifoda chiqmaydi bu oyatdan. Balki ko'tadi degan gap aslida batdi, ko'tadi. Ya'ni huluvatdi, ko'tadi degan gapda bu. Asli sizlib bo'lgan, ba silinib bo'lgan uyni, ulni ko'tadi demakchi. Ya'ni to'pon bosgandan keyin yo'qolib ketadi emasmi? Echib, shu past qolgan, ko'milib ketgan bu hulni ko'tarib ustiga chiqdi demakchi. Mishada elishtiradigan bir uqum bor, qarindoshlar, Ka'ba bilan Beytulloh ikki narsa. Ka'ba nima desa, Beytullohning o'rnini bizga ko'rsatadigan bir to'saq hamdaligi. Bizning ko'zimizga ko'rinib turgan ustundagi hozirda qarasak ko'rinadigan qop-qora toshda silingan uy, o Ka'ba. Shu Ka'ba Beytullohning nada ekanligini bizga ko'rsatib turadi. Undan keyin va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal baytin. Uy soldi, ya'ni Ka'bani, Beytullohni İbrahim alayhissalom sağan deb tushungan kishilarga nisbatan biz deymizki, uy, hul demakchi. Allah insonlarning ibodati uchun belgilab bergan hul uy aslida bor. İbrahim alayhissalomning oldidilar. Ham İbrahim alayhissalomning vazifasi nima desa, shu bağ'gan uyning hulini ustiga ko'tarish, Beytullohni kishilarga oshkor qilish uchun. Chunki Beytulloh ko'milib ketgan to'fonda. Onda Beytulloh degan nima ekan qarindoshlar? Beytulloh tigidagi huli Beytulloh. Beyt au beyt. Ustundagi siling'ini, qora tosh hozir ko'zimizga ko'ringan yopiq yepilgan, qora yopiq yepilgan, ko'zimizga ko'rindig'ini Ka'ba. Endi bizning bunga nisbatan deydigan dalilimiz nima desa, hozir Ka'baning atrofiga nurg'un bino ko'tarilgan bo'ldi. Ögüstü namaz o'qigan odam Ka'baga sayda qilmaydi. Ka'baning havo bo'shlig'iga sayda qiladi. 4-qavat bor hozir. O Ka'ba hali pastda qoladi masalan endi. Ammo eng asta qavatda namoz o'qigan odam Ka'baga o'qiydi. Chunki u yerda Ka'baning tigidagi hul oshkora, ya'ni yushirilmagan bo'ladi. Endi bu yerda biz ikkiga ayirdik, Beytulloh bilan Ka'baning ikkisini ayirdik. Buningga eng cho'ng dalilimiz İbrahim alayhissalom Hajar bilan Hajarning o'g'li Ismoilni elib
Beytullah'da taşlap koydu. O vaxtda Kəbə qurulmağan. Kəbə yoxdu, ma bu qalanlıq olsun. Amma Beytullah tilgəlindi. Mesela İbrahim Aleyhisselam Hacer ilə oğlunu qoyub etib oxuyan bir duası var. Kur'an'da. Ma acayip inçike nokta. Sure İbrahim'ninki 37. ayette İbrahim Aleyhisselam ne dua kıldı şu vakitte? Rabbena inni eskentu min zurriyeti biwadin gayri zi zer'in. Ya Rab, ey Rabbimiz, ben ballarımni hiç giyahsiz bir cılgıda senin Beytullahil Haram'da, senin beytinin qışıda qo'yib qo'ydim deydi. Endi müşahidlar, müşahidlar elingan düşünceden bir esleyli. Yani İsmail Aleyhisselam kiçik buaq vaqtidilar, taşlap qo'ygan vaqtidilar Beytullah'a. Çünkü İbrahim Aleyhisselam senin beytinin qışıda qo'yib qo'ydim deyapti İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselamni. Ama bu öyninki üstün tamları, kütürülgen hulları İsmail Aleyhisselam dadısqı Kəbəni selişqi yardımlaşküdek derecede bir yaş boğandığın kim kuruldu? Kəbəni kim saldı? İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam ikisi saldı. Ama İsmail Aleyhisselam bu vaxtıdılar İbrahim Aleyhisselam dedi, ey Allah, senin beytinin qışda ben İsmail Aleyhisselam taşlap koydum dedi. Demek o vaxtını uzlan beyt ba. Beytullah şu vaxtı ba. Noğanın Beytullah tigi olsa Kəbə degen üstü oludu. Ama İsmail Aleyhisselam yeri taşlanıp qalğan vaxtıda İbrahim Aleyhisselam qo'yib qo'ygan vaxtıda Beytullah'ın o'rni kishilarga aşkarı kürenmekti. Şoňaşqa Allah Subhanahu wa Taala İbrahim Aleyhisselam oşunun o'rnini dep berdi. Kishilarni ep keladigan bir belgi alamat qo'ysin ham bergi dep. Şoň sura Hajning 20-ayetida 26-ayetida "Wa iz bawwa'na li İbrahima makanal bayt alla tushrik bi shay'a." Biz İbrahim Aleyhisselam'a Beytullah'ın o'rnini hazırladık deydi. Aslı bak. Faqat görüstük qo'yaqlar İbrahim Aleyhisselam'a. Beytullah mişyada sen kishilarni mishyaga hajga chaqag'in deb manda şekilde. Yani nurgun mufassirlarga Qur'onda kelgan bu mazmunlarning haqiqati maxfiy bo'lib qiliqliq. Aslında biz Kəbə, Beytullah quruluş meselesini o'tirgan vaqtimizda cho'qim Qur'oni Karimda muşu qissa to'g'risida kelgan bütün oyatlarni bir yerga akilib ko'z yugurtishimiz kerak edi. Hatta Sura Ali Imronning 96-oyatida manda bir oyat var. İnne awwala baytin wudi'a lin-nas allazi Mekke. Kishilarga qurilgan tunji öy Mekkedeki öy deydi. Mubaraka ve hudan lil alamin. Endi bu yerda bayt degan ibora var. Yani öy degan ibora var. Gap öy haqida. Bu kishilarga qurildi deyotdi. İbrahim Aleyhisselam'dan ilgirki adamlar kishilar emasmi? Tabii ki Adem Aleyhisselam'ın evladı kıyamet kelgan qadar hammasi nasqa tava kishilarga tava. Bu dalillarga asosan bizni qana tushunishimiz kerak. Beytullah kishilarga qurilib bulag'liq. Kishilar qurmadi uni, adam samidi uni. Beytullah ba, lekin Allah Subhanahu wa Taala selab, Allah belgilab o'rnini sizib bergan onunki. Allah'ın adaleti boyunca aytgan vaqtimizda Beytullah çoxum Adem yaratılışdan ilgirlam bo'lish kerak. Şoňaşqa malaikeler Allah'ın buyrug'i bilan bu Beytullah'ni sağan, Allah quyushni, selishni irada qilgan yerga. Andan Allah Subhanahu wa Taala Adem Aleyhisselamni ziminga tushirish bilan birga tövbe qilish prinsipini, qonunini o'tirib qo'yib berdi. Ma öyni kishilar Rabbiga tövbe qiladigan belgilab berdi, namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan yer qilib belgilab bergan. Bu bizning oyatdan olgan tushunchamiz. Endi İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ın o'g'lini tug'izib, ondan qo'pirab mında tamni qo'pirab qilmoqchi bo'lgan vaqtida o'zining badan miqdorida, ya'ni o'zining bo'yi, adam bo'yi demakchimda. Adam bo'yi tug'ilsa yetarlikdi. Lekin İbrahim Aleyhisselam sel eşqroq qilish uchun toshdan birini akib qo'yib, o'zi toshning ustiga chiqib, an qo'padi tamni. Ya'ni adam bo'yidan ashudi. Allah Subhanahu wa Taala bu yerda
Maqam İbrahim Aleyhisselam'ın şu tuğan taşını, bir şeyde quyoshni istedi, irada qildi. Şu taşını ibadetgah, yani namaz o'qiydigan joy qilishni irada qildi. Nimishqa mu'min inson taklifatga ko'ysun degan bir hukmni ifodalash uchun. Buni shaklda emas. Ibodat ado qilishda, vazifani ado qilishda muhabbat bilan. Shundami farzning turini texmi ko'paytirish. Allah 5 vaqt namoz qilibdi, farz qilibdi. Hey, 6 vaqt qilsin degandek bir xil muhabbat bilan. Bir oy ro'za tutib bo'lgandan keyin, "Oh, Xudoga shukr, yana bo'z tugida emas." Yana bo'z tugida emas. Yana bo'zchi bu Ramazon degan. Chunki Ibrohim alayhisalomga "Ma Baytullohni, Ka'bani sol" degandan keyin o'zining bu isasi tugaydi. Lekin Ibrohim alayhisalom toshdan birini qo'yib, igiz qilishga intildi. Igiz qildi Ibrohim alayhisalom. Buni o'zi nima desa, Allah qilgan buyruqni taqatidan oshirib bo'lsa, qancha chora tadbir ishlatib, tosh qo'ysimi qo'yib ostiga qanchalik ko'taradigan yag'icha opirish. Chunki qancha igiz olgansa shuncha ko'rkam yoki shuncha ko'rinadi xalqqa. Aslida o'zining bu yetgan, qo'li yetgan shaklda qilib qo'ysa vazifasi tugaydi. Lekin toshdan birini qo'yib, texim igiz chiqarganligi nima desa, o'zgu vaziflangan vazifani qila oladigan darajada o'rinlaydigan darajada oshirib urullashning bir ifodasi bu. Buning namunasi. Endi Ibrohim alayhisalomning maqom Ibrohimda bor bo'lgan shu tosh Ibrohim alayhisalomningki Robbining vazifasiga bo'lgan mehr muhabbatining dalili. Texmi oshirib urullashga bo'lgan intilishining dalili bu. Ibrohim alayhisalom tug'an toshda shu putining shaklida bir o'rak bor, ya'ni putining qadimininki shakli bor demakchi. Endi bu ba'zilar deydi buni İbrahim Aleyhisselam'ın putunun aslındaki taş Allah'tan korkup yumuşap İbrahim Aleyhisselam'ın putunun izi düşken dese, bazıları deydi yok İbrahim Aleyhisselam taşqa özünün putunun şeklini özü oygan deydi. Şimdi güçler var. Yani demek ki onun putu sirilip ketmesi için onu oyup bunda putu turalaydıgan şekilde yani da taş degan sili qulu demez mi bizim köreklik taşını? Taşning tepasida turib tam qo'pirayotgan vaqtda sirilib tushib ketmaslik uchun toshni tuzlab o'zining putining o'rnini, shaklini shu vaqtda chiqargan degan deguvchilar bor. Qanday bo'lsa bizga nisbatan cho'ng muhim emas, ammo ashta bor. Bu masala shu endi qarindoshlar. Endi Alloh subhanahu va taoloninki tahhira baytiya degan oyatiga kelsak, ya'ni biz Ibrohim bilan Ismoilga mening beytimni paklanglar degan mazmunni bayatni tarjima qildik-ku. Bu nima desa, bu uy, ya'ni Baytullohninki yo'qolib Ibrohim alayhisalom bilan Ismoil alayhisalom shuni qo'pagan vaqtda burun yo'qolib, tamoman atrofidagi yavrat o'xshash bo'lib ketganligi. Xalq ko'rmaydigan darajaga borganligi. Unda bo'lgandan keyin xalq uni bo'g'izlab, buni bo'g'izlab, axlat tashlab, masalan, bu yer bir pakiz olmaydigan, adam yaşıqıl olmaydigan, yani ibadet qilay olmaydigan bir şekil kelib qolgandan keyin Alloh subhanahu va taolo kimni İbrahim alayhisalom bilan Ismoil alayhisalomni bu xil paskinchilikdan Baytullohni tozalash, buni ibadet qilishga loyiq ravishga ekilish, ya'ni 3 xil ibadet qildigan turni tilg'aladi Alloh. Birisi taifin tavob qiluvchilar. Yani taifin degani arab tilidagi tavafdan chiqarilgan so'z. Bununla yana birisi itikaf qiluvchilarga, yana birisi namoz o'quvchilarga buni hozirla deb bu xil shaklda buyruq qildi. Yana tavof bir narsaning atrofini cho'gilishdi. Kechida ko'chini cho'gilab, charlab turadigan charlig'uvchilarning odati normalda tavof deb qo'ydi. Sura Qalamning 19-20-oyatlarida tafa degan film tilg'anilgan fatafa alayha taifun min robbika va hum naimun deb bir bog'ning qissasi bu asli bir yaxshi odam bo'ladigan o'zining beg'ava har yili mo'l-g'usul vaqtida kambag'allarga haqqini beradi, miskinlarga. Bu odam vafot topgandan keyin bolalari kambag'allarning, miskinlarning haqqini bermaydi. Shuning bilan Robbi bu boqqa bir cho'gilaydigan, cho'giliguchi avatidi. Shuning bilan o bağını hemmini köydürüp ötüdü degan mazmunda kelgan oyat. Ya da tafa degani shu aylandı cho'galdi degan ma'noda. Yani bağının hemmini cho'gilab, bütün hemmini köydürüp ötüdü degan ma'noda. Ikkinchi
ma Beytullah'da ibadat kılgıçlarının türü bayatını degендek akifin itikap kılgıçlar. Yani şöyle muqim turup itikap kıldık Allah. Üçüncüsü ar-rukka'i sucud, yani namaz okuyuşlar oldu. Yani Beytullah'ını 3 iş yüzünden pakizlaydı. Birisi tavaf, ikincisi şunun Beytullah'da turuş, yani itikap kılıp turuş, yani birisi namaz okuş. Bunun için pakizlaydı. Çünkü Beytullah Müslümanların ki ziminde kıyamet doğan kadar namaz okumakçı olan, secde kılmakçı olan hemmesininki kıblesi hesaplandı. 126. ayette Allah Subhanahu ve Taala davatudu ve izqana şu bayattan qissinin ahirisi ve iz qala İbrahim Rabbi ij'al hada baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala ve men kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar ve bi'sal masir. İbrahim Aleyhisselam vazifini orundap bolgandan keyin Kabe'nin ordunu kütürüp kişilerin közüge körengidek Adem buydun igizrak halatga egep bolgandan keyin nimdep dua kıldı. Ey Rab, bu şehirni emin şehir qilib basla. Bunun ehliga rizq basla mevcuviladin. Yani bu Allah'a ahiret günü iman etqanlarga deb dua qilibdi. Allah Subhanahu ve Taala'dan kelgan javob nim bo'ldi? وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ Kafirlarımı azraq huzur verme. Yani onlara nimetlendirme, onlara nimet verme dünyada. Yani fırsat verme onlara. ثُمَّ أَطَّرُهُ إِلَى عَذَابِنَا Andan gün dövzaq otuğa, dövzaq azabıga bulanı kirgizme, şu qıstayma. Bu dövzaq nəhayət yaman joydaydı. Bu yerdə biz anlaşdırışlıq bir qısa məzmunlar var. Allah Subhanahu ve Taala ilgirki ayətdə وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا dedi. Biz Beytullah'ın kişilerine ibadet kıldığan, qaytılığan ve emin cay kıldık dedi. Allah onu emin qıp bolğan tosa bayatdan okugan ayetimizde ilgirki ayette. Emdi bu yerde İbrahim Aleyhisselam'dan yana Mekke'ni emin şehri qıslap dua qılsan ne ehemmiyeti var? Ayette emin kıldık dedi Allah. Men İbrahim Aleyhisselam emin şehri qıp pasil dedi. Biz deymiz ki baboğan nesini qaytı qılınğan bir talabni köygünümüzde bu yerden maksat onun qana qilishi davomli ish hisoblanadi. Allah bu şehrini emin qildi, Kabe'ni, Beytullah'ni emin qildi. İbrahim Aleyhisselam yana qana qildi, dua qildi. İbrahim Aleyhisselam demekçi ki bu yerde Beytullah'daki, Kabe'deki eminlikni davom qilib paslay Allah. Bunun o'xshash mazmunlar boshqa yerda bor. Sura Niso'ningki 126 oyida mana bir kitobni o'chirtamiz. Ya eyyuhellezine amenu aminu billahi ve rasulih. Mu'minlar, iman etqanlar, Allah ve Allah'ın Resulüge iman eytinglar. İman etqanlar, iman eytinglar. Bular iman batdi. Allah bularni mu'minlar deb xitob qilgan. Yani bularni tekrar iman eytinglar deyishning sababi mush imoninglarni ching turinglar, davom qilinglar demakchi yani. Yani bu yerni xuloslasak bo'lgan bir narsani talab qilganlik shu narsaning davomini istaganlik bo'ladi. Mekke amindi. Allah onu amin qildik degan ilgirki oyatda. İbrahim Aleyhisselam buni tekrar amin qilib turishni so'di deganlik, yana bu yerda mush aminlikni davom qilishni Allah Subhanahu va Taoladan so'di deganlik bo'ladi. Yani bu yerdagi oyatning mazmuni ne? Yani qayta bir alsak İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını ne düşünümüz dese, sen bu şehrini emin qilgan bolsan bundan ilgiri qiyomatga qadar tayligan emin qilib ba tayinliq. Emin qilgan ekansa qiyomat qadar emin bolsun. Bu eminlikni davom qilib ba deb bu yerda İbrahim Aleyhisselam'ın duasını emin qilib ba emas, eminlikni davom qilib ba deb tushunsak bo'ladi. Yani Beytullah'a kirgan, haram kirgan her bir adam emin olsun. Çünkü bu Beytullah giyahsiz bir nimada bu jilg'ida. Kishilar o'tmishda yo'lda eminlik olmaganlik uchun Beytullah'a berishni ansiraydi. Mushtavolganlik uchun İbrahim Aleyhisselam nim dedi, emin qilib pasli Allah bu yerda. Eminlikni davom qilib pasli dedi-da. Yoki unda tushunmay, yana bir xil tushuncha bor. Aminandigini iman etgan, imonliq deb tarjima qilib qolsak, bu shaharga, bu Beytullah'a kirgan odamni iman eydigan qilib pasli, iman ne'matni pasli deganda tushunsimi, yoki bo'lishi mumkin. Ikki xil ehtimol bor. Rabbi ij'al hada baladan amina. Yani bu Sura İbrahim'de mi bir qitim takrorlanadiq? Mush oyatning o'zi
Sura İbrahim'nin 35. ayetinde Rabbi ceal hâzel belede aminen deb. Ma hazırki ayette Rabbi ceal hâze beleden amina. Sura İbrahim'de Rabbi ceal hâzel belede aminen. İşkiyede fakat cümlenin ilgi kısmındaki bir ma'rife, yani bu iniq ve iniqsiz bir işki ifadalılık. Biz bugün okumakçı o ayette Rabbi ceal hâze beleden amina. Ma Sura İbrahim'nin 35. ayeti Rabbi ceal hâzel belede aminen. Bu da şekilde. Yani el-beled biz bugünkü ayette iniqsiz şekilde, Sura İbrahim'deki şekilde iniq şekilde geldi de. Bu iki xil ma'nini isbotlaydi bu yerda. Yani bu yerda Allah subhanahu va taolodan iki xil narsani tilagan bo'ladi. İki xil narsani tilagan bo'ladi. Birningda mush tug'ayyirini xotirjam shahar qilib turishni so'rgan bo'ladi. Xotirjam shahar qilib turishni. Yana birningda mush shaharni xotirjam qilishni so'rgan bo'ladi. Shahar emas olsa shahar qilib turish, shahar bo'lgan bo'lsa xotirjam qilib turish degandek. Endi shahar qilib turish degan qanday uqum bu yerda desa, shahar qilib turish degan qanday uqum desa, odatda normalda balad degan so'zning bir asliga qaytishimiz to'g'ri keladi. Balad degan so'z biz hozir arabchada normal anglasak shahar deb tarjima qildim-ku men. Shahar degan uqum bor edi kallamiz. Aslında balad degan lug'at ma'nosi nima desa, qo'yning terisidagi boshqa yerdan farqli bir tarafni balad deymiz. Masalan, butun oq qo'y bor. Badanning ma'lum qismi qop-qora. Bir belgi bu. Yoki qop-qora qo'ydan birisi bor, badandagi ma'lum ya oq. Mushu badandagi qo'yning butun jismidagi, terisidagi yoki yong'idagi boshqa ranglardan ayirib turadigan ma'lum bir bilakni normal asli arab tilida balad deyiladi. Masalan, bir qo'y qop-qora, ya qo'li oq. Yoki quliqi oq, yoki oq qo'yva, quliqi qora, yoki puti qora, yoki quyruqi qora degandek ma'lum bir bilak boshqa yerlardan farqli bir rang bo'lib qolsa, bu ya'ni nima deymiz endi biz balad deymiz. Endi bu nima bo'lib shaharga ishlatilib qolgan desa, zaminning yuzi hammaga o'xshash, farqsiz bo'lib qolsa, bu bir sahro. Bu bir sahro bo'ladi. Endi bir yerga odam to'plashib, imoratlarni selib, shaharning sepillarini selib, imorat quruqlar selinib, igiz masalan, chiroqlar tortilib, yo'llar tortilsa, bu yer boshqa yerdan bir farqli yer bo'ladi. Safardan yiroqdan kelsak, ko'zimizga shaharning chiroqlari ko'rinadi, igiz imoratlari ko'rinadi, chiroyli yasalgan yo'llar ko'rinadi. Bu nuqtadan shahar o'g'ayya boshqa yerdan farqli tug'an nuqtadan shu mushundaq yerni biz yashaydigan shaharni arab tilida balad deb mana shaklda atalgan. Ya'ni Ibrohim alayhisolamningki bir duosida nakiri shaklda, ya'ni iniqsiz shaklda bu yerni balad qilib pasladagini boshqa yerdan farqlanadigan, boshqalar boshqacha ko'z bilan qaraydigan, boshqa yerdan farqli bir yer qilib paslab u yerning boshqacha bo'lishini tilovat etdi Alloh subhanahu va taolodan. Yani bu farqi bor. Bu shaharni amin qilib pasla degan gap, bu aminlikni so'rgan gap. Buni amin shahar qilib paslanga boshqadan farqlanadigan bir yer qilib pasla. Yana bu farqlarning birisi aminlik degan shakldagi ma'noni olgan bo'ladi. Yani bu ikkisiniki ma'nosida buchilik farq bor. Endi oyatdagi warzuq ahlahu minas-samarat degani, yani bu shaharning ahliga mevjudlardan rizq bersadigini, bu bir aminlikning talablaridan birisi. Chunki bir yerda bir odamning yemek içmeki, mevjud bo'lmaydigan u yerda hayotlik mavjud bo'lmaydi. Mevjud bo'lsa, yemeklik bo'lsa, hayot asosi bo'lgan, yemek içmek hozirlangan bo'lsa, ammo shaharda odam bo'ladi, bunda shahar amin shahar bo'ladi. Endi İbrahim alayhisalom mushu duoni qilgan vaqtida mana bir narsa sizga kelgan bo'lishi mumkin. Biz ilgirki oyatda İbrahim alayhisalomni biz seni kishilarga qana qildik, rahbar qildik dedi. Inni ja'aluka lin-nas imama dedi. İbrahim alayhisalom dedi. Avlodimning yo'lida. Allah bunun qana javob qaytadi. Yo'q, zolimlarga loyiq emas. Zolimlarga tegmaydi bu sharaf dedi.
İbrahim Aleyhisselam'ın şu vaxtidagi bir duası yoki bir so'zi yine rad qilindi desak bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bundaq sharafninki faqat mu'minlarga, muttaqillarga yetadiganligi, shularga loyiq ekanligini tilga oldi-ku. Endi ma duoga kelgan vaqt İbrahim Aleyhisselam'mo şu vaqtidagi dek bir xil tushunchaga keldimi? Ya'ni Mekkede turadigan kishilarga duo qilgan vaqtida ilgirgi duosiga o'xshash Allah'nınki imametçiliki, dindeki rehberlik, zalimlarga tegmegenge o'xshash, zalimlar onunga loyiq olamaganga o'xshash, bu yerda Allah'ның rizqi iman etgan Allah'tan qo'rqqanlarga loyiq bo'ldiga o'xshaydi degandek tushuncha bilan nima deb duo qildi? Varzuq ahlahu minas-samarati man amana minhum deb duo qildi. Bu shaharning ahliga, ya'ni iymon etganlarga haqiqiy ravishdan ba'slar, rizq ba'slar degandan keyin Alloh subhanahu va taolo ma masala a masalaga o'xshamaydi. Deb İbrahim Aleyhisselam'ın diqqat nazarini uluhiyet ne'mati bilan rububiyet ne'matining farqli ekanligiga tortib o'tdi bu yerda. Ayada imametçilik, dindeki rehberlikni muttaqilarga, mu'minlarga xos qildi. Bu bir uluhiyet meselesi, Allah'a ibadet qilish, Allah'ның dinini zaminda icra qilish meselesi. Endi rububiyet meselesi de Allah yaratgan bir insanlar biz hamma mu'min bo'ldi yoki kufar olsun. Zamindagi jonliq bo'lgan narsaning hammasi Allah muzminga akagan bir taraf. O Allah'ның bu yerda Rabblik sifati bo'ladi. Bu noktadan Allah Rabblik ne'matlarni berdi bularga. Bu yerdagi uluhiyet ne'mati bilan rububiyet ne'matining o'rtasida farq bor. Uluhiyet kimga beriladi? Allohning yo'liga ergashganlarga beriladi. Rububiyet Allah yaratganning hammaga beriladi. Allah İbrahim Aleyhisselam'ning diqqatini bu noktaga qana qiladi, chekyapti. Yani kishilarga rahbar bo'lish dinda bu uluhiyet meselesi. Bunga faqat mu'minlar erisha oladi. Ammo rizq, rububiyet ne'mati bunga mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin, hammasi erisha oladi. Chunki mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin, hammani bu hayotga akagani Allah akagan ekan, Allah o'zi akagan bu mahluqlarning rizqiga o'zi kafolatlik qiladi. Ya'ni la yanalu ahdu zalimin oldingi darsdagi mening bu ne'matimga, ya'ni imomatchilikka, dindagi rahbarlikka zolimlar erishamaydi degan vaqtida mu'minlar biriladigan bir xil manhaj, prinsip, qimmat qarash haqida so'zlayotdi. Ammo bugungi darsdagi va man kafara fa umatti'uhu kafir bo'lganlarga men ma'lum darajada ularga birman degan vaqtida shuni demakchiki, rizq mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin o'xshash beriladi. Rizqning hech bir nimasi yo'q, farqi yo'q. Chunki hammani Allah yaratdi, hammasining rizqi kimning ustida? Allohning ustida demakchi. Shunlashqa Allah subhanahu va taolo bu yerda alohida farqlantirib İbrahim Aleyhisselamga rad qaytgan shaklda va man kafara kafir bo'lganlarga birman demasmi? Mama oyatda İbrahim Aleyhisselamga nisbatan bir xil xato tushunishni to'g'rilash. Ya'ni Allah subhanahu va taolo hayotga kelgan har kishining rizqi mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin Allohning ustida. Dunyodagi yaxshilik umumiy bo'ladi. Madam Allah dunyoga akeldimisini, sening rizqingga Allah kepil. Demakchi bu yerda Allah subhanahu va taolo. Hergiz Allah subhanahu va taolo quyoshqa mu'minning yerlariga lamchiq demaydi. Havoga zolim seni nafaslanmasin demaydi. Allah subhanahu va taolo hayotda qilish ne'matini, hayotning davomini iymon etgan, iymon etmagan, la ilaha illallohni degan, la ilaha illalloh demagan hammasiga qana qildi ba'duni. Boshqa va man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ya onazraq bu dunyoda yashtaman deydi Allah. Medik umatti'uhu deki tamattu degan gap inson yaxshi ko'radigan, arzu qiladigan, davomlas deydigan narsa umat. Yani onu bu dunyoda yashtaman onu men. Yani umatti'uhu deganning o'zi dunyodagi kuffarlarninki, dinsizlarninki ne'mat, yashash arzu armonlari ma'lum shaklda davom qiladi degan gap. Chunki har qanday bir ne'matning bir huzuri bo'ladi, tamoqning huzuri bo'ladi, ichimlikning huzuri bo'ladi, jinsning huzuri bo'ladi. Demak, dunyodagi huzurlanish nurg'un narsalar bilan bo'ladi, bu davom qiladi. İnsanlar mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin, Allohning bergan narsasini yeydi, ichidi, bergan ne'matlarini huzurlanadi. Ammo
Ayetning oxirida qalilan deb bir sifat keldi Allah. Az dedi. Nimishqa dunyodagi bu huzur, dunyodagi bu ne'mat qanchalik ko'p ketsin, uning turlari qanchalik ko'p ketsin, az o qiyomatga nisbatan. Chunki hamon tugaydi aniq. Dunyoda ne'mati tugamagan bir ming inson yo'q. Erishgan saltanati yo'qolmagan bir ming inson yo'q. Boyligi tugamagan bir ming inson yo'q. Hammasi yo'qaydi. Bu nuqtadan az ular. Summa attarruhu ila azabin nar. Degani, men uni do'zax qilam salaman degan gap. Attarruhu degan gap boshqa yo'l qo'ymayman degan gap uning. Boshqa tanlashi yo'q uningki. Bu yerdan bir narsa chiqdiki, hayotda tanlash bor. Hayotda sen yolunu tanlay olaysan. Ani qo'ya olaysan. Ani qilib, ani qilmay olaysan. Ammo oxiratga borganda sendan huquq butunlay olib tashlandi. Attarruhu degan gap uni majburiy shaklda do'zax qilam salaman degan gapda, ya'ni do'zax ahli odam degan chiqdim deyolmaydi. Uning dunyoda o'ziga bo'ysungan a'zolarimi masalan gunoh bo'lsa qiladi, ammo oxiratga kelgan vaqtda o'zining a'zosiga emas. Şunlaşqa sura Nur'da 24-oyatda mushuni tilg'alab yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ularning tillari, qo'llari, putlari dunyodagi ishlarga guvohlik qiladi. Dunyoda ma qo'lni, ma putni, ma ko'z, quloqni bizga bo'ysundirib berganlar. Bunlar Allohga faqat asli qilg'isi yo'q, ma qo'lning, ma putning. Ammo bizga bo'ysundirib bergan yo'qqa qilyotdi dunyoda. Haramni tutyotdi, haram yo'lga mengyotdi, haram yo'l narsaga qarayotdi, haram so'zlarni so'zlayotdi. Qiyomatga borganda bizdan Alloh shikoyat qiladiki, meni haram so'zlayotganim mushitdi, meni haram yo'lga mangdig'anim mushitdi, o'zlari meni bunga musaxxar qilganda qiyomat kuni buning guvohlik qiladi. Demak, inson dunyoda erkinlik berilgan. Tanlashda erkinlik berilgan, putqo'lni ishlashda erkinlik berilgan ne'matlarni sarf qilishda erkinlik berilgan. Ammo oxiratga borganda faqat tanlash yo'q. Yani deganimizdek kufr kelimesini, haram sözlerini sözlegen til, Xudoyim saqlasin, qiyomat kunisi bizga guvohlik qiladi. O'ltirgan, o'g'rilik qilgan qo'l qiyomat kunisi bizga guvohlik qiladi. Alloh saqlasin. Yomon o'rinlarga, o'yin tomoshalarga mangan bu put qiyomat kuni bizga guvohlik qiladi. Dunyodagi bu erkinlikning simvoli bu. Dunyodagi, ammo oxiratga borganda shu erkinligimiz, shu ixtiyorlik bizni yo'qaydi. Oyatda deyilgandek nima deyotdi? Summa attarruhu ila azabin nar. Bizning do'zaxga kirishdan boshqa yo'limiz qolmaydi. Va bi'sal masqir. Ya'ni bu yerda Alloh subhanahu va taolo o'ziga qarshilik qilganlarga, o'zini inkor qilganlarga ajoyib og'ir tahdiddan birini savatdi. Qiyomatda do'zax azob mahramasi yo'q. Tanlash huquqi yo'q. Qiyomat Allah belgilangan shaklda, majburiy shaklda ish bo'ladi qiyomatda. Dunyoga o'xshash ani qilib olay, ma'ni qilib olay yo'q deganga nisbatan og'ir bir signal berdi. Alloh bizni, hammamizni qiyomat kunisi badan a'zolarimiz bizning ziynimizga guvohlik qiladigan kishilarni qilmasin. Dunyoda bizni shu ixtiyorlik, erkinlik, berilgan erkinlik ne'matini Allah subhanahu va taologa itoat qilishga ishlatadigan kishilarni qilsin. Bugungi darsimiz shuni bilan oxirlashdi inshaalloh. Darsning oxirini kelasi soatda davom qilamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.